Assalomu alaykum. Kanalimiz kuzatuvchilari, bugun 27-iyul sanasi. Bir bog'imizni mana kuzatib, uzumlari pishgan jarayonni huzur qilamiz. Va shu o'rinda qolgan hujjatlarimizni qaysi bog'dan olganmiz, mevasi qanday degan savollarga, masalan, kuzda hujjat xaridorlari qiziqishadi. Qanaqa hujjat, qanaqa nav, qanday kalibrda, pishish qanday, rangi qanday degan savollar bo'ladi. Shuning uchun hozir mana uzumlarimizni birinchi uzumi jarayoni tugadi. Uzib olishdi. Hozir shu uzumlarimizni holatini, bir uzumini ko'pchilik Rizamat uzumlari bilan o'xshatadi. Shuni ajratib olish uchun bog'ga kelib mana uzumlarimiz pishgan holatini bir sizlarga havola qilish maqsadida bugun uzum bog'imizga kelib turibmiz. Zokirjon uzum bog'iga. Aytmoqchi, biz Namangan viloyati Norin tumani, Norinkapar qishlog'i. Mana uzum bog'imiz 20 sotik, 30 sotik atrofida bir uzumimiz bor. Endi hozir ichkarilarni tekshirib chiqamiz. Do'stlar, mana uzumlarimiz holati. Bir uzumlarimiz mana shunday bir xil pushti, to'q rang oladi. Rizamat uzumlarimizdan kalibrlari sal cho'ziqroq bo'ladi. Rizamatimiz sal yumaloq sifat bo'ladi, donlari va nimrang rang oladi. Mana rangi qanday ajoyib chiroyli. Bularni o'zi uzgandan qolgan bozorga chiqmaydigan uzumlar boshlari qopti. Kecha olgina uzishyapti. Uzishdi. Sal syomkamiz kechga qoldi. Quyosh nurida yaxshi chiqmasligi mumkin. Mana uzumlarimiz mahalliy uzum hisoblanadi, lekin bozorda o'z o'rni bor. Narxlari ham yaxshi ketyapti. Toshkentga tortayapti hozir. Eski bozorda ham yangi chiqqan uzumlarni oldida. Uzumlarimizga yangilik emas, 15 yil oshiq bo'lgan, kirib kelgan O'zbekistonga. Bu navimizni hamtagi ham boshqa uzumlarga qaraganda yengilroq, bir marta hamtak qilgan bilan kifoyalanadi deb ta'kidlashyapti. Ushbu bog'dan mana 1-2 yildan beri qalamchalarni ko'paytirib qo'yyapmiz. Qiziqqanlar bo'lsa bemalol xonadonlarga uzum qilishingiz mumkin. Salqin joydagilari ancha salqinlik qilib qolibdi, kasallik tushib.
Hop, bemalol o'zimdan ko'paytirib daromad qilish mumkin. Bog' yaratish ham bemalol o'zini oqlaydi. Hop. Ular hali yana rang oladi. Hozir 27-iyul bo'lsa, avgustgacha ham tog'larimiz ustida turadi bu uzum. Avgust oxirigacha ham. Chunki o'tgan yillar kuzatganmiz. O'ta to'q rang olib, hozir ular nim rangi ko'paygan. Pishganni uzib olishgan bozorga. Mana shunga o'xshab to'q qorayib, qora rangga kirib ketadi. Qora damaskiga ham o'xshaydi. Qora damask uzumlarimiz uzunroq bo'ladi. Shunga o'xshash. Ana to'y tomoshalarga Vokzalga boğa kelib bemalol bebozor istab yurmasdan kelib olib ketishlaringiz mumkin. Mana ichidan bemalol chiqadi. Mana qushlardan himoya qilish uchun setkalar tortib tashlangan hamma yoqqa. Setkalar. Mana yaxshilab pishgan uzumimiz qanday holatda ko'rinyapti. Gulidan keyin uzumlarda uchidan hammasini ashunchadan chiqqan qilib kaltalashtirilgan. Shuning uchun boshlari yonga tashlab, kalibrlar ham ancha yirik. Yillari o'sha uzun holatda qo'ysa ham chiroyli chiqadi. Boshlari uzun bo'lib, ko'targanda bozorda o'zimizda o'sgan uzumlarga o'xshab uzun boshli bo'ladi. Uchidan amasdan orasidan siyraklasa ham bo'ladi. Boshini chiroyli qilish uchun ko'rinishini. Xo'p, kuzatuvchilar, kanalimizda yangilar obuna bo'lib, biz xizmatlar uchun like tugmachalarini bosish esdan chiqmasin. Kanalimiz rivoji uchun xizmat qiladi. Sizlardan Avrabok noyabr oyidan shu o'zimizda kuzatuvchilar shu o'rtadan Farg'onaga istab yurmasdan bir ekuvchilar murojaat qilishlaringiz mumkin. Salomat bo'linglar. Keyingi mavzulargacha.